xotin o'zini bilmay qaltiraydigan bo'lib qoladi. Nevroz odam, tom jilib qolgan odam qo'li qaltiraydi. Asabi joyida bas odam, to'g'rimi? Nimaga yangi kelin bor, yana 20-22 ga kirgan kelinlar kirsa qaltiryapti. Nimaga? Nimaga shu darajaga bordi? Ba'da qaynog'a bor, tom ketgan, jinni, kendiyasiga zulm qiladigan shunaqa qaynog'alar eshitsanlar. Ahmoqlar. Nima emish? Akam o'rniga men seni talog'ini beraman. Chuchuvara. Taloq beradigan. O'zing talog'ini bersan. Kelinda haydab olibdi qaynog'a. Erdi ukasi. Akasini xotinini haydab olibdi. Akam qo'ymasa men qo'yaman seni. Sen o tosh davrida yashagan-ku, yigitligini. Shuna qaynog'alar umuman o'pki eshitib olaylik. Shetda bo'lsalar shetda, primoyda bo'lsa primoyda, keyin yana internetga qo'yamiz, keyin eshitadiganlar. Akamizni, ukamizni xotiniga xo'jayinlik qilmaylik. U biz uchun nomahram. Aka bilan ukani xotinlari bir-biriga nomahram hisoblanadi. Qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Qaynog'alari bu degani erini, aka ukalarini oldida ochiq-chachiq kiyinib bo'lmaydi kelinlar.